Tojikiston butun dunyoni lol qoldirdi. Butun dunyoda elektromobillar endigina bozorga chiqib, endigina sotuvga chiqib, xalq orasiga endigina elektromobillar endi moda bo'lib kirib borayotgan bir vaqtning o'zida Tojikiston esa Dushanbe shahri, Xujan shahri, ya'ni hamma qolgan shaharlari elektromobillarni taksi qilib yubordi. Hamma ko'k taksilar, eng arzon taksilar elektromobil taksilar bo'ladi. Ya'ni bu dizelda yuradigan soriq taksilar ular sal qimmatroq bo'ladi. Elektromobillar esa ko'k taksilar hammasi eng arzon taksi bo'lib ketdi Tojikistonda. Tojikistonga gap yo'q. Tojikistonliklar bapesh. Bunday qaraganda Tojikiston ancha-muncha davlatlardan oldinda. Tog' qazmalari, elektrostansiya, beton ishlab chiqarish, hamma taraflama ancha-muncha ko'pgina davlatlardan anchagina oldinda turadi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmeniston hamma davlatda shunday bo'lsin, elektromobillar tekin bo'lsin, taksi bo'lsin, mashinalar ko'paysin.